To'g'ri-da, qaranglar-da. Maktabda nari beri tukayotgan bolalar bor. O'qituvchilarni yo'l ovlab maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. O'shalarning ko'pchiligini qarasangiz, bozorda, hunar, tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa, shu boyaga ancha-muncha a'lochi o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi. Maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi, odam emaslar, spisat qilmanglar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi? Dehqonchilikka urib ko'ringiz. Bo'lmadimi? Yana bir ishga urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat Allohdan barakot. Muvaffaqiyatga erishdi, shu maktabda 2 kishi bo'lgan bola. Hunarda, tijoratida nima uchun? Qo'lini yerga tushirib olgani yo'q. Alloh taolo bergan himmatini baland qildi. Bitta-ikkita muvaffaqiyatsizlik, bitta-ikkita mag'lubiyat bilan tushkunlikka tushib ketmadi. Savdogar akalar, sizlar o'zingizlarni savdo ko'chasida sinab ko'rdinglar. Yaxshi muvaffaqiyatga erishdinglar, qo'llarda 3-4 so'm paydo bo'ldi. Shu bilan cheklanib qolib ketaverasizlarmi? Birorta bir ishlab chiqarishni boshlab olishlik. Qancha erta boshlasa, shuncha ertaroq rivojlanadi. Ha, endi bizda sharoit yo'q. Xuddi sizni yashayotgan yurtingizda shu ishni qilayotganlar bor. Tijoratni ishlab chiqarishga aylantirib olgan bir akamiz bitta bir savdogar odamga "Men ishni qilaylik" desa, oyiga qancha topamiz deyapti. Sirazi. Oyiga qancha topaman dema, ishlab chiqarish bunaqa bo'lmaydi. 1 yil ketar, 2 yil ketar ishini yurgizib olguncha, ungacha pribilni istama. Nech pul bo'ladi oyiga deydi. To'g'rimi, savdogarlar? Shuning uchun olib kelib sotishdinglar, uddasidan o'tdik, boshqa narsadan ham o'zimiz sanab ko'raylik, ishlab chiqarish qilaylik. Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta-katta kompaniyalardan 4 tasini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Men shularda tarixini o'qib o'rganib chiqdim, atay shu dars uchun. Birinchisi Apple kompaniyasi uyidagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarda qo'lida bor iPhone. Ikkinchisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Keyingisi Google. 4-firma ana shu dunyo tanigan Harley Davidson ekan. Ana shu dunyodagi eng mashhur mototsikllar ishlab chiqaradigan kompaniyalar bormi? Garajdan boshlagan ekan ishini. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizda tushirmanglar, bizga no yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizda tushirmanglar. Adidas firmasi nimadan boshlagan? Bitta kosibxonadan boshlangan. Aka-uka kosiblar bo'lgan. Mercedes zavodi bilasizlarmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayridinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodat yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutkizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degani emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech yerda shilinmaydi qachon? Dadangizni topganni yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola, otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang, bir narsa qilgan bo'lasan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oliy himmat insonlardan qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.